Assalomu alaykum sizlarga. Men Bayil firmasının atından Shermat Baxtiyor Jo'rayev atından keldim. Shu Suzak aile hukumatining imoratini qayta ta'mirlash bo'yicha 200 ming so'mlik mebel bo'lib berdi. Imini Shehzodbek uchun. Amin. Selam молодец. Shermat Baxtiyor aka 200 ming so'mlik mebel beribdi. Assalomu alaykum hurmatli bizning Suzak rayonining turg'unlari, uni o'zinglar ko'rdinglar, shunday bir qirsik bo'ldi, shunday nima deyim, bu Allohdan ekan. Qanday jiyintiq bo'lsa tergov jiyintiqni ko'rsatadi. Bu yerda boya ko'mirdan chiqdi degan bir jalg'on bir ma'lumotlarda tarab ketdi, o'shani ham tergov ko'rsatadi, xudo xolasa-chi. Baxtiyor Jo'rayevga tering rozichilik bildiramiz. Davomida bir kichkina nima borda, Javob kengashi deputati Tulendiboyev Farhod Ro'zimovdan 20 ming so'm, Abdurashid Bekzod za marafon zdание Suzagava 20 tысяч. Allah kabul qilsin. Voy, молодцы. Tushlik aymog'i bo'yicha koordinator Nuriddin Nurmuhammed Bekzod inime marafonga Suzak aile hukumati imoratini 10 ming so'm. Молодцы. Qo'l chop qo'yg'ila. Allah kabul qilsin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Qaysi? Umar Muhammed Aj. Cho'ng rahmat. Allah kabul qilsin, ihsonlarda domla duo qiling. Ilohim, xosatan barcha mana shu ihson qiluvchilar, Parvardigor, hammalarini Alloh taolo o'tganlarga rahmat qil. O'zlarini saxovatlariga saxovat, umrlariga barakot, iymon, e'tiqod, mana bu qirsidan, o't, suv, balolaridan yurtimizni, xosatan elimizni, xosatan uy bilamizni Alloh taolo o'zing asra. Parvardigor, mana bu bo'lgan musibat butun Suzakka bir imtihon. Tez kunlarda elimiz shunlar tikalab, yana elimizga xizmat qilishini Allohim nasib qil. Hammalariga tanjan salomatlik, iymon, e'tiqod, taqvolarni ziyoda qil. Bir rahmatika. Summa $1000. $1000, maşallah. Allah kabul qilsin, ihsonlarni, o'tganlarga rahmat qilsin. Qolganlarni bir-birlariga muhabbatlik bandalaringdan qilib, xonadonlardan islom chirog'ini o'chirib qo'ygan, qalblarda o'ylagan yaxshi niyat, maqsadlarga yetkazgin Parvardigorim. Bandaning ihsonini, ibodatini qabul qil. Allohumma g'fir varham va tahirur rohimin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi va auladi ajmain. Bir rahmatga rohmanir rohim. Rahmat. Oğluga duo qilin, oğluga duo qilsin. Bu Farhodbek ukamiz bizni olimjon rais bo'lamiz rahmatli eng yaxshi ko'rgan nevaralari. Moskvadan turmadan $1000 jo'natibdi. Muqaddam opam o'g'li bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Duo qiling hoji bola. Qarabeka. Musofir yurtda mana xizmat qilib yuribdi, ishi o'lgidan. Ishlarga rivoj, barakot bergin, ofatdan, shikastdan, musibatdan saqlab, bundan buyon ham haloldan rizq ato qilsin. Qalblarini, niyatlarini, maqsadlarini bilib tutsan, berib tutsan, yaxshi niyat maqsadlarga yetkazgin Parvardigorim. O'tganlarni rahmat qilgan, qolganlarni bir-birlariga muhabbatlik bandalar. Amin. Egachimiz o'zini shunday saxovatli farzandlarni katta qildi Parvardigor. Mana farzandni yaxshiligini dunyoda, oxiratda Alloh taolo ota-onaning duolarini olib jannatiy farzandlar bo'lishini Alloh nasib qilsin. Egachimiz ham umrlariga barakot bersin. Alloh. Rahmat egach, salomat.